Siz yeng kuratormisiz? Ha, shunaqa. Bugun birinchi ish kunim. Tanishganimdan xursandman. Bizni sal shoshotuvdik. Bora qolaylik. Mayli. Ada, bugun o'qituvchimni xafa qilib qo'ydim. Nima deb? Eringiz qayerda ishlaydilar? Bolalaringiz nechta? deb so'rasam, ajrashgan ekanlar. O'g'lim o'qishlari yaxshimi? Ko'z tegmasin. Juda ham aktiv ekanlar. Boya sizga bitta gap aytmoqchi edim, shoshilyapman deganingizga indamadim. Shoshib haqqa ham borardim. Birinchi o'rinda farzandimning tarbiyasi. Mana hozir 11 ga to'lgan bo'lsa, 10 yildan beri o'zim boqaman. 1 yoshida onasi tashlab ketgan. Ada? Kattalar gaplashayotgan aralashmaydi o'g'lim. Buni o'ylab qarasam, bolaga baba ona kerak ekan. O'zim o'qimishli, ziyoli bo'lganim uchun o'qituvchi ayol qidirolman. Sizga o'xshagan. Ingliz tili o'qituvchisimi? Mayli. Sizni ham vaqtingizni olmang. Ertaga kelaman. Yur bolam. Aytgancha, menga bitta narsa aytmoqchi edingiz. Gapingizni bo'lib qo'ydim. Nima edi o'sha? O'rtog'im Nargizga salom deb qo'ying. Xotinim Nargizmi? Dugonam Nargizaga. Ha. Mashina yo'ldan o'tib borsam, o'zing uyga yetib olasanmi? Siz kirmaysizmi? Menimcha bir hafta uyga bora olmasam kerak. Mayli, Ada, kuchliroq bo'ling. Xo'p, bolam. Your green on the top was short like leprechauns as I crush so-called willies, thugs, and rapper